Yaqinda o'lib ketamiz. O'nalaylik tezroq. Sigaret noslaringni tashlab olinglar. Yolg'on savdoni tashlab olinglar. Tavba qilib olaylik. O'lamiz, tavba qilolmay qolamiz. O'sha kech bo'lib ketadi. Shuncha yolg'on gapirib, shuncha zulm bilan, shuncha yomon yo'llar bilan topgan pulimiz bor-ku, ham qolib ketadi, ham qiyomatda bizni do'zaxga yetalaydi. Sigaret chekib o'lib ketgan odam qana tavba qilaman? O'ldingiz deylik. Mana hozir o'lib qoldingiz deylik, cho'ntagingizda sigaretingiz bor. Nima deysiz? O'lgan odam tavba qiladimi? Tashinglar, tashlab oling. Bu darajada nafsalarga qul bo'lmanglar akalar. Tashlang sigaretingizni. Nosingizni tashlang. Siz qilaverganingiz uchun siz uchun oddiy hol bu. Siz qilaverganingiz uchun siz uchun oddiy narsa bu. Mayli 50 yil chekkan bo'lsangiz ham tashlang. Maktabda 17 yoshingizda 11-10-sinfda boshlagan bo'lsangiz, hozir 67 ga kirgan bo'lsangiz, 50 yil stajingiz bor. 100 yil chekkan bo'lsangiz, tashlang, Alloh kechiradi.